possível, basta acreditar. Meu amigo, o papo é sério. Ser feliz não tem mistério. O que faz valer a vida é sonhar. Seja o que você é, pense no que você quer. Feche os olhos, abra as asas pra ter um céu de estrelas, ser uma onda no mar. Tudo é possível, basta acreditar. Meu amigo, o papo é sério. Ser feliz não tem mistério. O que faz valer a vida é sonhar. Seja o que você é, pense no que você quer. Feche os olhos, abra as asas pra voar. aql bovar qilmaydi. Qoyil. Ha? Ah! 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 Hozir esa yuqoriga. Ah! Hop! Ah! Ha? Quvib yetolmaysiz. Ha! Ha! Marhamat. Hopa. Xo'sh, ehtiyot bo'lamiz. Sarguzashtsevar oshpaz Jack. Bosh oshpaz Jack o'zining eng ajoyib taomi bilan qadam ranjida ayladi. Glutonsdan maharajasi qayerda qoldi? Tezroq! Bolalar ovqatini yemayman. Kattalar uchun tayyorlangan taom olib kelinsin. Yemayman.
Jek, Hazrat oliylari. Bosh oshpaz Jek, bering, bera qolsangizchi. Bo'la qolsangizchi, tezroq oching dedim. Shoshilmay yeng. Bunaqada ta'mini his qilmaysiz-ku. Bu meni maxsus tayyorlagan balishim. Bu taomni men butun umrim davomida takomillashtirib boraveraman. Bu taom xamir turish solingan yumshoq xamir va ajoyib noodatiy qayladan tayyorlanadi. Ta'mini siri esa asosiy mahsulotdadir. U ham bo'lsa olis makadamiyadan keltirilgan zamrat zaytunidir. Zaytun dedingizmi? Nima? Axir zaytunni jinim suymaydi-ku. Nima? Voy, hazrati oliylari, axir siz ularni tatib ham ko'rmadingiz-ku. Jinim suymaydi dedim. Hozir esa oshpazlar dunyosidan so'nggi yangiliklarni tinglang. Butun dunyo noxush bir voqeaning guvohiga aylandi. Bosh oshpaz Jek Glutostan maharajasining huzuriga uyushtirgan tashrifi paytida mittagina zaytunchani deb butun boshli shon shuhrati va mavqeidan mahrum bo'ldi. Mit tirancha. Alicia, yana derazadan kirib keldingmi? Jek, hamma faqat sen haqingda gapirayotganda xabaring bordir. Bosh oshpaz Jek zaytunlarni jinim suymaydi. Ha, mashhurlik degani shu bo'lsa kerak. Bas qilsang-chi, odamlar tez orada bu voqeani unutishadi. Albatta, menda ajoyib bir reja bor. Yana qanaqa reja ekan? Oshpazlar qiroli tanlovi haqida gapiryapman. Men oshpazlar qiroli musobaqasida ishtirok etaman. Sen hazillashyapsanmi? Butun dunyoga meni balishim betakror ta'mga ega ekanligini isbotlab beraman. Jek, axir sen mashhur bosh oshpazsan-ku. Bu musobaqani senga nima keragi bor? Axir bunda oshpazlik cho'qqisini endigina zabt etmoqchi bo'lganlar ishtirok etishadi. Sen esa allaqachon bu musobaqani g'olibi bo'lgansan. Ha, dadam bilan birga. Bu safar esa men eng yaxshisi bo'laman. Bu musobaqada hali hech kim 2 marotaba g'olib bo'lmagan edi. Bundan tashqari bu yilning shartlari juda ham murakkab ekan. Nima? Sen qayerdan bilarding? Haligi bildim-da, bittasidan. Murakkab bo'ladimi yoki yo'q, men baribir ishtirok etaman. Jek, o'ylab ko'rishing uchun hali ham birozgina vaqting bor. Do'stlarim, sizlar uchun tandirdan endigina uzilgan qaynoq qilin yangiligim bor. Men Jek, oshpazlar qiroli tanlovida ishtirok etmoqchiman. Ko'rishguncha. Ana bo'ldi. Endi hammani xabari bor. Aha, yo'q. To'g'ri, endi hammani xabari bor, xotigi baribir. Yo'q. Jek, sen qanday qilib eng xavfli oshpazlar qiroli musobaqasida ishtirok etishing haqida e'lon qilishing mumkin edi-ya? qoyil. Jek tanlovda ishtirok etar ekan, qoyil maqom. Naqadar zo'r. Men bilan bemaslahat ish qilishi jonimga tegib ketdi. Ey xudoyim. Alo, baribir bilasizmi, men oshpazlar qiroli musobaqasida ishtirok etsammikin deb bir og'iz so'rasa-da, shundan osonroq ish bormi? Shunaqangi qisqa vaqt ichida unga yordamchi oshpaz topish oson deb o'ylayaptimi? Qahva ichkim kelyapti. Agarda sizni oshpazlik san'ati bilan qiziqadigan o'g'lingiz bo'lganida edi, u yordamchi oshpazlikni eplardi. Leonard, axir necha marotaba aytishim mumkin, sen hali bunga tayyor emassan. Ammo oyijon, axir bu Jekku, u eng zo'ri. Sen uni aslida qanday ekanligini bilmaysan. To'xtachi, bu yana qanaqa to'sh Voy, bo'ldi? to'yna? Loviya solingan guruchli bo'tqam. Voy. Bugun ma'lum bo'lishicha, bosh oshpaz Jek oshpazlar qiroli musobaqasida ishtirok etar ekan. Ajoyib xabar.
Sen bu nimani anglatishini tushunib turibsanmi? Haligi axborot dasturi tugadi. Endi multfilm ko'rsam bo'lar-a? Yo'q. Bu degani taqdir gulxaniga yana o't tushdi va biz anchadan buyon kutayotgan vaziyat paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Jeremy, televizor pultini ko'rmadingizmi? Uni yashirib qo'ymadingizmi, mabodo? Men kim? Jeremy Shafranter, Zanjabil avlodining 8-vakili. Zanjabil avlodining 7-vakilining nomini qayta ulug'lashim mumkin bo'ladi. Endilikda biz o'sha buyuk bosh oshpaz bo'lmish Jackdan o'ch olish zavqidan bahra olishimiz mumkindir. Oy. Jeremy, sekinroq gapiring. Multfilm boshlandi axir. Olg'a Jack! Omad Jack! Omad Jack! Omad yor bo'lsin! Omad yor bo'lsin! Intilganga tole yor biz sen bilan! Jack eng zo'r oshpaz! Jack eng zo'r oshpaz! Voy, men o'zi nimalar qilyapman-a? Bu yana qanday savol bo'ldi? Axir men oshpazlar qiroli musobaqasida 2-bor g'olib bo'laman-ku. Voy, omadim kelmasa va nomimga dog' tushirib qo'ysam-chi. Yo'q. Men mahoratimni eng cho'qqi pog'onasidaman. Lani, que me tomen. Aytishlaricha u yer juda ham xavfli ekan. Men bu yerda adashib yo'qolib qolsam-chi va yirtqichlar qo'limni g'ajib tashlasa-chi? Oxirgi o'rinni egallasam, hammani kulgusiga qolaman va bu haqida axborotda e'lon qilishadi. Ay, senga nima bo'lyapti? O'zingni qo'lga ol. Rahmat senga kaftim. Seni kimdir g'ajib ketishga yo'l qo'ymayman. Bo'ldi. Men hammaga haqiqiy mahorat qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Omad yor bo'lsin, Jack! Oyijon, qarang, axir bu Jack. Naqadar omadli bo'laman. Nahotki bu siz. Sizni sodiq muxlisingizman. Makroneziyada ko'rinmas o'tlarni topganingiz hali ham yodimda. Yanachi, siz kartoshka solingan shirinlikni o'ylab topgandingiz va Mongoliyadan sehrli qaylani ham siz o'ylab topdingiz. Haligini o'ylab topganingizchi? Hoy, sekinroq, tinchlanib olsang-chi. Jack. Ishtiroking haqidagi e'lonni eng so'nggi lahzalarda aytishga qanday jur'at etding? Shunaqa sen Rasmga tushsak maylimi, oyijon? Senga yordamchini juda katta mashaqqat bilan topdim. Seni deb tinimsiz boshim og'riyapti. Qanday qilib bu qadar aqlsiz bo'lish mumkin? Kelib video internetga yukladingmi? Salom, men Jackman, dunyoda bitta yagona. Xo'p, siz haqsiz, kechiring. Haligi Barbara topib kelgan yordamchi senmisan? Ha, agarda. Yo'q, axir bu mening o'g'lim Leonard. U seni muxlising, senga u haqda aytgandim. Mana bu esa seni yordamching, ismi Odissey. Salom. Hayotingdagi eng muhim sarguzashtga tayyormisan? Unga nima bo'lgan o'zi? Shikoyatlaring o'rinsiz. Nimani kutayotganding? Xo'sh, Odissey. Demak, sen sayohatga jo'nashga tayyorsan. Diqqat, hurmatli yo'lovchilar, kechki taom 5 daqiqadan so'ng. Barbara, katta rahmat, ammo men ketishim kerak. Biz hammani restoranimizga taklif qilib qolamiz. Hoy, do'stim, tanishib qo'yinglar, bu Bob, mening yordamchim. Nima? Sen ham ishtirok etasanmi? Ha, kuch sinab ko'ramizmi? Bo'ldi, tushunarli. Juda ham xursandman. Keyinroq ko'rishamiz, bo'ptimi? Xayr. Oshpazichi, Salom. siz bilan tanishgandan xursandman. Este es el año. Bu musobaqa o'ta g'aroyib. Bizni g'aroyib sarguzashtlar Sushilarni sevaman. Ko'rishguncha. Alicia. Didi, yugurib yurma. Iltimos, dastxat qo'yib bering. Men sizni muxlisingizman. Ha, ajoyib, rahmat. Albatta, azizim. Salom, Jackson. Tanino. Dadajon, siz bu yerda nima qilyapsiz? O'g'lim, bu yerga senga omad yor bo'lishini tilash uchun keldim. Siz o'sha mashhur Taninomisiz? Ha, men o'shaman. Faqat pensiyaga chiqib birozgina vazn yig'ib qo'ydim. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Xo'sh, Jack, oshpazlar libosini oldingmi? Oldim. Pichoqlar, ish qurollaringni-chi? Oldim. Mahsulotlarni-chi? Bu meni ilk sayohatim emas-ku. Men hammasini oldim. Tushunarli. Biror nima yeb olishga nima deysiz? Albatta. Unda hamma ortimdan yursin. Maqom. Qoyilmaqom. Kechki ovqat juda ham ajoyib bo'ladiganga o'xshaydi. Voy, men uni tutdim.
Men esa Jekka aytyapman. Soatingni qoldirib ketmagin deb, u esa buni o'rniga tarozni ol deb eshitdi. Ha, bu juda ham ajoyib voqea ekan. Ha. Xo'p, mayli. Sizlar bilan gap sotib o'tirishim qiziqarli, lekin men musobaqadan oldin kuch to'plab olishim kerak. Yo'q, nahotki sen charchagan bo'lsang. Ha, gapingda jon bor. Sen va Odissey uxlab olishingiz kerak. Voy. Odisseyni o'zi qani? Ha, u xuddi kinonoshtaga tortilgan baqalajondek. Ertalabdan hech kim yemaydi U ham. juda ham mas'uliyatli. Nazarimda u allaqachon xonasiga kirib yotib Ha, olgan. u shirin tushlar ko'rib yotibdi. Nima bo'ldi? Ha, sen uni o'ta mas'uliyatli deb maqtaganmiding? Meni nazarimda u tuni bilan xursandchilik qilganga o'xshaydi. Odissey, hoziroq o'rningdan tur. Tong otganiga ancha bo'ldi. Seni ham xuddi shunday uyg'otishim kerak. Yo'q. Men shu zahoti o'rnimdan turishga harakat qilaman. O'rningdan tur. Voy. Xo'sh. U marakuyadan tayyorlangan sharbat ichibdi. U endi 40 kecha-yu 40 kunduz uxlaydi. Uyg'onib ketishiga shubham bor. Nima? Axir musobaqa bugun-ku. Qani tez uyg'onsang-chi. Ovora bo'lma. Ammo men bir o'zim ishtirok eta olmayman. To'g'ri, gaping rost. Senga so'zsiz yordamchi kerak. Ha, topdim. Ikkita idishda yelim, yog'och taxtalar va arqon olib kelingchi. Undan harakatlanadigan qo'g'irchoq yasab ko'raman. Yo'q, Jack. Nazarimda yelimdan 5 ta banka olib kelganim durust. Lekin jiddiy aytadigan bo'lsam, senga boshqa yordamchi kerak. To'g'ri, ammo shu payt to'g'ri keladigan nomzodni qayerdan topaman? Voy, haligi men Yo'q, xayolingga ham keltirma. Leo, biror g'oyang bormi? ha, albatta. Leonardo yordamching bo'lmoqchi. Ajoyib-ku. Bu kim edi? Meni o'g'lim Leo. Aytchi, Leo, o'zingni bunga tayyor deb o'ylaysanmi? O'g'lim, bu musobaqada sarguzashtlarga tayyor bo'lgan oshpazlargina qatnashishlari mumkin. Xo'sh, og'ayni, yordamchim bo'lishga tayyormisan? Sen hatto loviya solingan guruchli bo'tqani to'g'ri tayyorlashni ham o'rgana olmading. Ammo oyijon, axir bu zo'r imkoniyat-ku. Hoy, biz yetib keldik. Oshpazlar oroli. Bizlarni sarguzashtlar kutmoqda. Qoyil. Xo'sh, tayyormisan? Ha, bu meni orzuyim-ku. Oshpaz Jack va men. Qoyil maqom gap bo'ldi. Qoyil. Onangdan bir og'iz ruxsat so'radingmi? Xo'p, mayli. Ammo bitta shartim bor. Demak, oshpazlar uchun o'tkaziladigan 12-xavfli musobaqaga xush kelibsizlar. Naqadar ajoyib. Biz buni uzoq 4 yil mobaynida kutgan edik. Oshpazlar orolidan to'g'ridan-to'g'ri jonli efirni tomosha qiling. Ushbu musobaqamiz yuzlab mamlakatlarda namoyish etiladi. U yosh jihatidan chegaralanmagan bo'lib, uni bir vaqtning ichida ham internet tarmog'i, ham oynai jahon orqali tomosha qilish mumkindir. Endi esa ishtirokchilarimiz bilan tanishib oling. Yorqin yulduz Alicia va uning yordamchisi Bob. Son las estrellas. Makaron mahsulotlari borasida ustoz qaranglar. Oshpaz Justin va uning singlisi Juliet. Endi esa noyob uslub bor juftlik. Oshpaz Yumi va uning do'sti Lee. Oilaviy oshxona. Bu oshpaz Adaeze va uning qizaloqchasi Didi. Demak, 9-musobaqa g'olibi va kutilmagan ishtirokchimiz bu oshpaz Jack va uning yordamchisi Leonard. Qirol Jerimaning farzandi janob Jeremy va uning yordamchisi Desmond. Musobaqa oshpazlari orolida bo'lib o'tadi. Bu sehrli makon va bu yerda qachonlardir atseklarning qadimiy sivilizatsiyasi bo'lgan edi.
Birinchi shart biskvitli tosh devor, ikkinchi shart piramida, uchinchisi esa eng mazali mevalar o'suvchi makon, ya'ni qunduzchalar yashaydigan baland o'tlar orasida bo'lib o'tadi. Keyin esa zulmatda, sehrli tumanlar orasida porlovchi yong'oqlar o'suvchi daraxt bor. Aynan o'sha yerda bizni qiziqarli Yakuniy shartimiz kutmoqda. Kuzatuvni esa men Kamina Dominika Manjerani olib boradi. Xo'sh, yer yuzidagi eng zo'r oshpaz nomiga kim sazovor bo'ladi? Tez orada buni guvohi bo'lamiz. Bu narsa senga yordam bermaydi. Yecha qol. Onang bundan xabar topmaydi. Meni birgina shartim bor edi. Birgina. Ey xudoyim, musobaqani qanchalik sog'ingan ekanman. Oradan 4 yil o'tdi, ketdi va biz yana musobaqani boshlab yubordik. Ishtirokchilar jangga shay bo'lib turishmoqda. Ularga bir qaranglar. Échenos Hozir esa biz ularni qat'iyatliklarini va zikkoliklarini tekshirib ko'ramiz. Hey, xavotir olmasang-chi. Eng muhimi men aytgan hamma vazifalarni bajarsang bo'ldi. Xo'sh, endi esa birinchi shart. Buning uchun mahorat va jasorat kerak bo'ladi. Barcha ishtirokchilar ushbu tog'ning cho'qqisiga faqatgina oshxona anjomlaridan foydalangan holda chiqishlari lozim bo'ladi. Oxirgi bo'lib yetib borgan juftlik esa musobaqani tark etadi. Pado. Oshpazlar qiroli musobaqamizni ochiq deya e'lon qilishga ruxsat eting. Qani, olg'a! Jack, u yerga qanday qilib chiqib olamiz? Nima bu haligi Buni avval ham ko'p marotaba qilganman. Ba'zan qulab ham tushar edim. qulab tushardim dedingizmi? Xo'sh, olg'a bolakay. Xo'p, mayli, men urinib ko'raman. Bo'la qol bolakay, ortda qolib ketding. Yo'q. Bo'la qol, harakatdan to'xtama. Xo'p, mayli, hozir. Ana shunday, tezlashtir. Oxirgi emasmiz-ku. Biz oxirgi bo'ldik. Ortimdan. Ajoyib! Nima? Ey, yo'q, sizlarga hozir ko'rsatib qo'yaman. Voy! Oy. Yaxshimisan? Hammasi yaxshi shekilli. Bo'la qol senchi, Leonard. Ortda qolib ketma. Yaxshilab sanch. Ehtiyot bo'l. Voy! Yumshoq biskvit ekan. Voy. Voy. Axir aytganimni qilsang deb iltimos qilgan edim. Mo'ljaldan adashibmiz. Men seni bog'lab qo'yaman. Voy. Qo'y, Jack, nimalar qilyapsiz? Nima, hushingizdan ketib qoldingizmi? Yo'q, men yaxshiman. Jackka bir qaranglar. Mana buni haqiqiy jamoaviy ish desa bo'ladi. Sizni o'g'lingiz meni o'g'limginam bilan qanday tarzda muomala qilayotganini ko'ryapsizmi? Oyijon, bo'la qoling. Shoshila qoling, ortda qolmaylik.
voy bola qolsangchi Desmond, qimirlasangchi. Bo'pti, mayli, hozir faqat evaziga bitta savol bersam maylimi? Xo'p, mana senga ol. Nima? Unda gazli ichimlik. Unaqasi kerak emas. Sen menga tanlash imkonini qoldirmading. Billy. Voy Billy. Olg'a Desmond. Va nihoyat. Yo'q. Voy! Imillayapmiz. Nimalar bo'lyapti, nima qilmoqchisiz? Ha. Endi bildim. Tova cham. Xo'p, mayli Jack. Nimani boshlamoqchisiz o'zi, ayting. Voy, yo'q. Voy! Ha, bu shartimizning mutlaq g'olibi bosh oshpaz Jack va uning yordamchisi Leonard. O'yinni tark etgan juftlik esa Justin va Juliet. Menga afsus. Men juda xafaman. Men esa tushkunlikka tushyapman. Xafa bo'lmang, hammasi o'tkinchi. Oh, naqadar ajoyib. Ikkinchi shartni e'lon qilamiz. Qo'yili, ishongim kelmayapti. Oldinda sinovlar kutyapti. Juda ham ko'p sinovlar. Olg'a. Bunga qanday yo'l qo'ydingiz? Jack uni ado qiladi. Men o'g'limni qutqarib olishim kerak. Tinchlaning, Barbara. U qulab tushay dedi. Xo'p, qulamadi-ku. Uni baxtiyor chehrasiga bir qarasangizchi axir. Yo'q, Tanyenyo, meni tinchlantirishga urinmang. Demak, oshpazlar musobaqasining ikkinchi shartiga xush kelibsizlar. Atsteklarning donolik piramidasiga bir qaranglar. Yakuniy shartda ishtirok etish uchun aynan shu shartdan o'tib, kerakli bo'ladigan mahsulotlarga ega chiqishlari lozim bo'ladi. Qarshi olinglar ilk ishtirokchilarimiz. Voy! Kimni haddi sig'ib meni ming bor o'zar yo'talimni davosini topolmayapman-da. Atsteklar xudosining makoniga kirishga kimni haddi sig'di, ha? Men oshpaz Jackman. Dunyoning eng mahoratli oshpazi. Men esa Leonardman. Ularni yordamchisi. Ha, demakki sizlar ishtirokchisizlar. Shunchaki men mehmonchalarni xush ko'raman. Bu shartdan o'tish uchun topishmoqni javobini toping. U juda ham murakkab. Bir daqiqa, axir men uni bir joyga yozib olgandim-ku, hozir o'qib eshitiraman. Atsteklar xudosining qorni och qoldi. Sizlar xos bo'lgan mahsulotlarni tanlashingiz kerak, aks holda falokat yuz beradi. Demak, mevali salat. Kechirasiz, topishmog'ingiz shuginami? Voy! Ha, balishim tayyor bo'lguniga qadar topishmoq javobini aytishingiz kerak. Vaqt ketdi. Demak, mana bu yerga mos toshchalarni joylashtiramiz. Bu yana nimasi? Tovuq, salat bargi. Ha, topdim. Mevali salat uchun mahsulotlar. Qo'yil. Ha. Olmani topdim. Barakalla. Xo'sh, kartoshka, tuz, pomidor. Banana. Papaya. Yana bitta dona. Pomidor. Axir bu ham meva-ku.
Qoyal. Tayyor bo'ldi. Voy. Vaqtingiz tugadi. Nimalar qilib qo'yding? Bo'sh joy qolibdi-ku, ishongim kelmayapti. Tushuntirib beringlar-chi. Haligi pomidor rezavor deya hisoblansa ham mevali salatga qo'shilmaydi menimcha. Noto'g'ri mahsulotni qo'shgandan ko'ra bosh joy qoldirganimiz yaxshiroq deb o'yladim. Barakalla. Bunchayam donosan. Ko'rishguncha, qoyil, omad yor bo'lsin. Barbara, sizning o'g'lingiz daho. Birinchi juftlik shartni tamomladi. Qolganlarni ham omadi kelarmikan? Qoyil maqom ish bo'ldi. Barakalla bolakay. Ha, rahmat. Endi faqat balishimni tayyorlashim qoldi. Ammo Jek, nima uchun aynan bu taom? Chunki bu meni eng zo'r taomim. Tez orada butun dunyoga barcha jasur oshpazlar ichida eng zo'r ekanligimni isbotlab beraman. Axir bir marta g'olib bo'lgansiz-ku. Qani ushlachi? Seni navbating. Kechki ovqat. Ko'ramiz. Oo. Bunaqasini yemaganimga ancha bo'libdi. Lag'monni yaxshi ko'rasanmi? Agarda istasang, uni tayyorlab berishim mumkin. Nimalarimiz bor? Hozir. Yuragimizga quloq solib tayyorlaymiz. Nima? Biz birga tayyorlaymizmi? Qada? Tez tayyorlab bo'ladigan lag'monni yeb o'tirganingni odamlar eshitsa, nima degan odam bo'laman? Lag'monni men tayyorlaymanmi? Aha. Men esa qaylasini. Kelishdikmi? Kelishdik. Bolakay, hidiga baho ber. Voy, mazali ekan. Xo'sh, qalay? Yoqdimi? Tovochalarim bilan qasam ichamanki, bu juda ham mazali. Bu aniq. Hozir rasmga olaman. Oling, esdalikka. Rahmat senga, Leo. Leo. Aychi, nima uchun taom tayyorlashni yoqtirasan? Bu unchalik qiziq voqea emas. Gapirsen-chi. Bir kuni bolaligimda bu jonimning uylariga yo'l olgandik va tasodifan yo'l-yo'lakay bir restoranga kirib qoldik. U yerda mazali loviya solingan guruchli bo'tqa tayyorlab berishgandi. U ovqatni yeb, hech qachon bunday ovqat yemaganman dedim. Vida. Keyin oshpaz bo'lishga qaror qildim. Bilasanmi? Musobaqa yakuniga yetganida o'sha restoranga borganim bo'lsin. Ikki do'st bo'lib, g'alabamizni o'sha yerda nishonlaymiz. Rozimisan? Ha, albatta, ajoyib bo'lardi, menimcha. Vem
traz alegria, o nosso tempero é inspiração. Ai. No mundo mágico, aqui tem amizade, coragem, coração. Léo e Jack, baião de dois. Jack, Léo, feijão com arroz. Misturar tudo, Ana. e não depois. Ninguém pode com nós dois. Na natureza, na alma das coisas. Nós dois, buscando sabor, perfume no ar. Água e o fogo, a gente vai se aventurar. Enfrentando perigo, nada vai assustar. Eu tô com meu amigo, o importante é misturar. Misturar tudo, agora e não depois. Misturar tudo, agora e não. Tudo, agora e não depois. E depois, ninguém pode com nós dois. Voy. Bugun 3-shart beriladi. Ammo Jack, yon atrof faqat o't o'lan-ku. Tadam! Voy. Kemiruvchilar saltanati. Ketdik. Biz kemiruvchilar saltanatiga ham yetib keldik. Barcha ishtirokchilarga orolning narigi tarafidagi chiqish yo'lagiga yetib borish vazifasi yuklatiladi. Qunduzchalar qiroli esa hakamlik qiladi. Kelganingiz uchun katta rahmat. Qunduzchalarning buyuk qiroli nomi ila oshpaz qiroli musobaqasining 3-shartiga ruxsat beriladi. Sizlarning vazifangiz yarim soat ichida qirolimizga eng mazali taom tayyorlab taqdim etishingiz lozim. Faqatgina oshqozon yarasi borligini unutmanglar. Oye, U nimalar deyapti? Ha, uni tushunmadingmi? Hozir biz biror bir mazali taom tayyorlab berishimiz kerak. Balki karpacho tayyorlarmiz. Ichiga birozgina ziravorlar qo'shsak juda mazali chiqadi. Yo'q bolakay, bunisi o'xshamaydi. Gap shundaki, taom qunduzchalar xush ko'radigan mahsulotlardangina bo'lishi lozim. Ya'ni daraxtdan. Demak, boshladik. Ha, boltani ushlachi? Voy. Zizi, himoya ko'zoynagingni taqib ol. Tayyor. Ya! Bir-ikki tayyor bo'ldi. Shoxchalarni sindiraman va joylashtirib chiqaman. Sindirdim. Bo'p, tomosha qil. Barakalla, Leo. Nima, vaqt bo'ldimi? Shoxchalarni sindiraman va joylashtirib chiqaman. Men bilan tayyorlab ko'rmaysizmi? Shoxchalarni sindiraman va joylashtirib Judayam chiqaman. imlayapsan-da. Kel, men urinib ko'raman. Hozir joylashtiraman. Shoxchalarni sindiraman va joylashtirib chiqaman. Shoxchalarni sindiraman va joylashtirib chiqaman. Hozir Yo'q, bu nimasi? Voy. Shuginami? Yana 10 soniya vaqtingiz bor. nima? Voy. Shart yakuniga yetdi. Qirolimizning qorinchalari ochgan. Kedr daraxtidan tayyorlangan qaylali go'sht. Banali daraxti va olchadan tayyorlangan suvshilar. Chinordan tayyorlangan quymoqchilar ustiga esa terak sharbati quyilgan.
Turli xil daraxt bo'lakchalaridan bir sixli kabobdan tatib ko'ring. Sarimsoq piyoz bilan dudlangan bir bo'lak yog'och. Qoyil. G'alaba biz tarafda. Qizalog'im taomga nima qo'shgan eding? Taomning ta'miga urg'u berish uchun birozgina limon sharbatidan qo'shdim. Lekin nima uchun? Axir limon iste'mol qilish mumkin emas oshqozon yarasida. Men bu qanday kasalligini hatto bilmayman. Voy, dahshatli! Qirolga qarshi qilingan ish ularning jahllarini chiqardi. Vayda judayam ayanchli-ku. Ularni qutqarishimiz darkor. Ana bo'ldi. 3-shart ham o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarimiz bilan endi nima bo'ladi? Qabul, qabul. Voyda! Qaranglar! Yo'q! Nimalar bo'lyapti? Toninyo, qayerdasiz? Texnik nosozliklar uchun uzr so'rab qolamiz, ammo tez orada biz oshpazlar qiroli musobaqasiga yana qaytamiz. Voy. Bu albastalarga qizalog'im ustidan shikoyat qilishni ko'rsatib qo'yaman. Onajon, ularga biz kimligimizni ko'rsataylik. Qizalog'im, ko'zoynagingni taqib ol. Hujumga! Men birinchi bo'lib yetib olaman. Umid ham qilmay qo'ya qol. Nima? Voydod! Voy! Jack, yordam bering! Jack! Voy! Voy! Tishlab olishingni bilardim-a. Voy, yordam bering, Jack! Ha! Men birinchi bo'lib yetib keldim. Bir o'zingmisan? Nima? Qanaqasiga? Alvido, Jack. Bob, tezda botqonlik tomon yugur. Nima? Ay! Bu qasi bo'ldi. Leonard, qayerda qolding? Jack, yordam bering! Katta rahmat. Ketishimiz darkor. Yura qolli. Yetib kelibsan-da. Qani ketdik. Meni tashlab ketib qoldingiz. Uddalashingni bilgan edim. Agarda Yumi va Li bo'lmaganda edi, qunduzchalar meni burda qilishgan bo'lardi. Unchalik oshirib yuborma. Hoy, to'xta. Mahsulotlar solingan xaltacha qani? Qunduzchalar meni yerga qulatishganida u ham o'sha yerga tushib ketgandi. Bu mahsulotlarsiz o'zimni eng tansiq taomimni tayyorlay olmayman. Ortga qaytib menga yordam berganingizda edi, bularning barchasi bo'lmasdi. Sen o'zing yiqilib tushding-ku. Meni esa aybdor qilyapsanmi? Jack! Hali men aybdormanmi? Yo'q, Jack! Voy! Jack, endi nima qilamiz? Hozirmi? Uyga qaytamiz.
Hammasi tugadi. Nima? Mana shunday taslim bo'laverasizmi? Harakat qilib nima qilaman? Tansiq taomimni tayyorlay olmayman-ku. Biz biror yo'lni izlab topamiz. Jek bo'ldi, o'zingizni qo'lga oling. G'aroyib sayohat nima bo'ladi? Men yo'q dedim. Men do'stmiz deb o'ylagandim. Sen meni do'stim emassan. Shunchaki musobaqa tugaguncha yordamchimsan xolos. Musobaqa esa tugadi. Demak, oltin yong'oqni bir o'zim qidirishimga to'g'ri keladimi? Afsuski, men sizga o'xshagan bo'lishni orzu qilardim. Sekinroq. Otoka. Voy. Hammasi rasvo bo'ldi. Mahsulotlarimsiz g'alabani tushimda ko'raman endi. Jack. Hammasini buzishing shart edi-ya. Voy! Zor. Tengi yo'q botqoqlik. Gapiray desam til ojiz. Voy. Yo'q, yo'q. Ey og'ayni, men bu yerdaman. Salom Jack, u yerga qanday qilib tushib ketding? Menga arqon tashlab yubor. Hozir 1 daqiqa. Desmond, bunday qilma. Uni o'rni aynan o'sha yerda. Salom, Jack. Voy, meni bu yerdan chiqarib bor. Xo'sh. Nazarimda biz sen bilan o'rin almashib qoldik. Nimalar deyapsan? Endi senga meni yordamim zarur bo'lib qoldi. Men esa seni nima qilishni hal qilaman. Haya, sen meni tanimading ham. Biz birga oshpazlik to'garagiga borib yurarmidik? Yo'q. Yoki mashg'ulotlargami? Oradan 12 yil vaqt o'tibdi. O'shanda dadajoning bilan oshpazlar qiroli musobaqasida g'olib bo'lganding. Shart bo'yicha hammamiz junglidan kechib o'tishimiz kerak edi. Biz kabi malakali sayohatchilar uchun bu shart juda ham osondek tuyulardi. Hammasi ajoyib kechayotgandi. Ammo bir payt sen paydo bo'lding va hammasini ostin ustun qilib yubording. Meni bechoragina dadajonim qulab tushdi. Bu katta isnot bo'ldi. Sen nimalar qilib qo'yganingni ko'rding, ammo yordam bermay ketding. Oilamizning nomiga bir umr o'chmaydigan dog' tushdi. Musobaqadan qaytganimizda esa dadajonimni so'nggi kunlarigacha masxara qilib o'tishdi. Endilikda esa hammasi o'zgardi. Bu ajoyib-ku, shunday emasmi? Axir men yosh bola edim-ku.
Musobaqalarda bunaqasi ham bo'lib turadi. Bu muhim emas. Hammasiga o'zing aybdorsan. Bu aybingga yarasha jazo olding. Uni bu yerda qoldir. Qani ketdik. Voy, Jeremy, jile to'ldirilgan van De cuando te despertaste en ropa. pijamayni kiygan holda uyg'onganing haqidagi voqeani aytib ber. U juda kulgili edi. Desmond, bas qil endi, axir bu ahmoqgarchilik-ku. Bir kuni haftaning juma kunida. Ay, botqoqlik vositasi meni chiqarib ol. Ha. Voy. Oy. Voy, bu yana qanday omadsiz kun bo'ldi-ya. Nahotki? Qani qochcha. Desmond, menga elektr pichog'imni uzatib yubor. Yo'q, bunday qilmang. G'aroyib daraxt ekan. Qani o'girilchi? Voy. Dadajon, bu yerda nima qilyapsiz? Televizor orqali namoyish to'xtatilganini ko'rdim. Tezda shu yerga shoshila qoldim keyin. Men bu musobaqada ortiq ishtirok etmoqchi emasman. Ammo nima sababdan? Balishim uchun kerakli bo'lgan hamma mahsulotlarimni yo'qotib qo'ydim. Hayya. Haligi Leo qani? Mag'lub bo'lgan bo'lsak ham, oltin yog'oqchani izlab topish uchun bir o'zi ketdi. Yo'q. Ha, u juda ham qaysar ekan. Terco. Qaysar, zukko. Bu bolakay menga kimnidir eslatayotgandek, adashmasam uni yoshida sen ham xuddi shunday bo'lgansan. Bu fazilatlar menga yordam bermadi. Ammo qaysar bo'lmasang ishing o'xshamas. O'g'lim, nahotki sen mag'lubiyatni tan olsang. Bu gap sizga yarashmadi. Axir dunyo bo'ylab sayohatga chiqmay qo'ydingiz-ku. Shu bilan dunyoning eng zo'r oshpazi bo'lish imkoniyatini boy berdingiz. Menmi? O'g'lim, menga buni keragi yo'q edi-da. Men faqatgina senga ko'maklashmoqchi edim. Meni aziz farzandim Jackson kun kelib bosh oshpaz Jack bo'lishini orzu qilardim. Mashhurlik, muxlislar va balish seni buyuk qilib qo'ymaydi. O'g'lim, senga kerak bo'ladigan barcha narsalar mana bu yerdadir. Rahmat dadajon. Hammasi uchun. Yordam beringlar. Axir bu Leonard-ku. Men ketdim. Qo'yinglar, garchimacha o'ynaymizmi? Kelinglar, yashirinamiz.
Voy. Voy. Qaytib keldingiz. Albatta, axir musobaqada g'olib bo'lishimiz shart. Qoyil. Jack. Hechqisi yo'q. Men yaxshiman. Voy. Qirol Jeremani, menga quloq solingchi. Men Yumiman, bo'ri qo'minlar avlodidaman. Mening dadam Xonzozodadan. Menga oltin yog'ochani berishingizni talab qilaman. Nima? Men bittayam gapingga tushunmadim. Hay yasa. Hirasaya qadaya. Bu yoqqa ber daraxtni. Meniki. Uni tez menga ber. Meniki. Leo, nima qilmoqchisan? Menga ber. Xo'p, mayli, ola qol. Qochdek Desmond. Voy. Yo'q, Leonard. Hozir. Sizdan kechirim so'raymiz. Rahmat senga, Leo. Hammamizni qutqarib qolding. Voy, og'riyapti. Yumvali. Ularni qutqarishga ulgurmadim. Xavotir olma, ular vaqtinchalik falaj bo'lib qolishdi. Ularga yordam berish mumkin. Nima uchun bu qadar xotirjamsiz? Nahotki Jackdan xavotir olmasangiz? Yo'q, undan har doim xavotirdaman, ammo o'g'limga ishonchim baland. Barbara, bu qadar xavotirlanmang. Ana. Diqqat. Ko'rsatuvimiz davomida oshpazlar orolidan to'g'ridan-to'g'ri jonli ravishda xabarlar uzatiladi. Demak, oshpazlar qiroli ko'rsatuvining boshlovchisi Dominika Manjerona. Ming afsuski bizda fojia yuz berdi. Bu juda yomon xabar. Negaki hech bir ishtirokchi botqoqlikdan chiqa olmadi. Ahora, tememos que haya ocurrido lo... Biz eng yomoniga ham tayyormiz. Hoy, sen kimni suratga olyapsan o'zi? Axir men bu yerdaman-ku. Axir bu ishtirokchilarimiz-ku. Oy, endi meni ishdan bo'shatishmas ekan. Demak, ular yana qaytishdi. 4-shartimiz botqoqlikda bo'lib o'tadi. Yer juda ham dahshatli. İlk g'oliblikka da'vogarlarimiz Alicia va Bob hammadan ham oldinda. Bu esa navbatdagi ishtirokchilar juftligi. Salom. Va g'oyat xursandman. Qiziq, bu ikki juftlik bizning yagona qolgan ishtirokchilarimizmi? Ko'raylikchi. Qoyil, mana navbatdagilari. Hozir biz ularga savollar bilan murojaat qilamiz. Jackie, siz final shartiga yetib keldingiz. Kayfiyatingiz qalay? Dominika, menga afsus. Biz oltin yong'ochani ola olmadik. O'yinni tark etamiz. Qo'y, Jack. Mana bunga nima deysiz? Qo'yil, Leo. Buncha zo'r. Demak, xulosa 3 nafar juftlik g'oliblik uchun kuch sinashadi. O'zingiz guvoh bo'ldingizmi? Hammasi ajoyib. Demak, xush kelibsizlar. Xursandchiligimning cheki yo'q. Naqadar baxt. Hozir esa oshpazlar qiroli
musobaqasining so'nggi bosqichi o'tkaziladi. Ishtirokchilarga topilgan oltin yong'oqchadan taom tayyorlashlari uchun 30 daqiqagina vaqt beriladi. Qayerda deysizmi? Azteklarning vulqonida tayyorlashadi. So'ng esa taomlarni betakror hay'at a'zolari baholab berishadi. Ularning qahrlari qattiq va qoralari och. Jek, endi nima qilamiz? Axir mahsulotlarimiz yo'q-ku. Boridan tayyorlaymiz. Tushunmayapman. Oddiy mahsulotlardanmi? Demak, biz balish qilmaydigan bo'ldikmi? Avval tayyorlab berganimni yana tayyorlab beramanmi? O'tmishda qola qolsin u. Loviya solingan guruchli bo'tqani tayyorlaymiz. Men tayyorlaymanmi? Ammo axir meni bu taomni unchalik o'xshata olmayman-ku. Sizga pand berib qo'yishim mumkin, Jek. Ikkalamiz ham buni uddalashingni bilib turibmiz-ku. Ammo men haligi shunchaki bir yordamchiman. Yo'q, sen yordamchim emas. Meni do'stimsan. Amigo. Seni tashlab ketganim uchun kechir. Siz botqoqlikda ketib qolib, qunduzchalar menga hamla qilganini aytyapsiz. O'shani. Hozir eng muhimi biz shu yerdamiz. Diqqat, diqqat. So'nggi bosqichimiz boshlandi. Voy, nazarimda men kuyib qoldim. Leo, quloq sol. Sen qovurib pishirasan, men esa to'g'rab beraman. Xo'p, mayli. Voy, Jack, maxluq sizga ham tegib ketganmidi? hech qisi yo'q. Hammasi nazoratim ostida. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ammo Boshla. xo'p, mayli. Leonard, taomni bir o'zing pishirishingga to'g'ri keladi. Yo'q. Buni qila olmayman. Iste'dodingga hech qachon shubha qilma. Sen men bilan jasur oshpazlar ichida eng zo'risan. Buni uddalashingga ishonchim komil. Hozir esa borib bir mo'jizaviy taom tayyorlab ber. Bo'la qol, og'ayni. Voy, sizga nima bo'ldi? Yig'layapsizmi? Yo'q. Shunchaki peshonamdan tushayotgan ter. Bu yer chidab bo'lmas darajada issiq. Kelishdik. Men qo'ldan kelgancha harakat qilaman. soniya. Vaqtingiz tugab qoldi. 10 soniya qoldi. 5 4 3 2 1 va vaqtingiz tugadi. Voy. Tez orada biz oshpazlar qiroli kim ekanligini bilib olamiz. Xo'sh, ishtirokchilar tayyormisizlar? Shu qadar qornim ochdiki. O'z taomlaringizni hay'at a'zolariga taqdim eting. Jack.
Bizning taomimiz bu gambo sho'rvasi. E'tiboringizga rushtiyali jeramini taqdim etaman. Bu an'anaviy loviya solingan guruchli bo'tqa. Xo'sh, demak, diqqat, qaror chiqarishning fursati keldi. Eng xavfli bo'lgan oshpazlar qiroli tanlovining g'olibi kim bo'lar ekan? Xo'sh. Xo'sh, musobaqamizning eng zo'r juftligini e'lon qilishga ruxsat eting. Bu Alicia va Bob! Qoyil! Biz yetdik! Biz g'olib bo'ldik. Tabriklayman, Alicia. Sizlar eng zo'r oshpazsizlar. Hozir aynan nimalarni his qilyapsiz? Men judayam baxtliman. Bu sharafli nomga ega bo'lish uchun ko'p yillar davomida tayyorgarlik ko'rgandik. Bu biz uchun katta imkoniyatdir. Kechiring, Jack. Hammasi meni deb bo'ldi. Leo, sen shunaqangi zo'r pazandasanki. Nima? O'zingni haqiqiy super oshpazdek namoyon etding. Ammo biz mag'lub bo'ldik-ku. Men uchun sen g'olibsan. Ushla. Kel, ushbu g'oliblar taomini yeb ko'ramiz. Bizni loviya solingan guruchli bo'tqamiz. Ha, bu bizning loviya solingan guruchli bo'tqamiz. Katta va kichkina ajoyib fotosurat. Do'stlarim, risotto naqadar ajoyib chiqibdi-ya. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu bizni taomimiz. Jack va Leo risottosi. Yoki Leo va Jack. Biz hali Buni ustida ishlayapmiz. Ha. Kechirasiz. Ha. Aha. Bu qachon bo'ladi? Ma'qul. Bo'ladi. Ha. Jack, yordaming kerak ekan. Qanday? Yogurtlandda ulkan qulupnay pishgan emish. Gortlar sulolasi sendan merengilarni tayyorlashni iltimos qilishyapti. Jack, bu qoyilmaqom-ku. Hoy, sen ham bu ishga jalb qilinding. Biz buni uddalaymiz.
parceria traz alegria, o nosso tempero é inspiração. No mundo mágico, aqui tem amizade, coragem, coração. Léo e Jack, baião de dois. Jack, Léo, feijão com arroz. Mistura tudo, agora e não depois. Ninguém pode com nós dois. Na natureza, no amor, na alma das coisas. Nós dois, buscando sabor, perfume no ar, a água e o fogo, a gente vai se aventurar. Enfrentando o perigo, nada vai assustar. Eu tô com meu amigo, o importante é misturar. Léo e Jack, baião de dois. Jack, Léo, feijão com arroz. Mistura tudo, agora e não depois. Ninguém pode com nós dois. Vem parceria, traz alegria, o nosso tempero é inspiração. No mundo mágico, aqui tem amizade, coragem, coração. Léo e Jack, baião de dois. Jack, Léo, feijão com arroz. Mistura tudo, agora e não depois. Ninguém pode com nós dois. Na natureza, no amor, na alma das coisas. Nós dois, buscando sabor, perfume no ar, a água e o fogo, a gente vai se aventurar. Enfrentando o perigo, nada vai assustar. Eu tô com meu amigo, o importante é misturar. Mistura tudo, agora e não depois. Mistura tudo, agora e não depois. Ninguém pode com nós dois. Ninguém pode com nós dois. Ninguém pode com nós dois. Essa é uma história fácil de contar. Nunca sai de moda e nem sairá. Dar a volta ao mundo da imaginação. Se deixar levar ao som de uma canção. Ter um céu de estrelas. Ser uma onda no mar. Nada é impossível, basta acreditar. Meu amigo, o papo é sério. Ser feliz não tem mistério. O que faz valer a vida é sonhar. Seja o que você é,
deixar levar ao som de uma canção. Ter um céu de estrelas, ser uma onda no mar. Nada é impossível, basta acreditar. Meu amigo, o papo é sério. Ser feliz não tem mistério. O que faz valer a vida é sonhar. Botar pra ferver!